Tarmoqli marketingga ayol qizlarni taklif qilish jarayonida shunaqa javoblar berishadi. Odam taklif qila olmayman, mahsulot sota olmayman, erim ruxsat bermaydi, bolam hali kichkina, alohida chiqib olay va hokazo bahonalar. Tanish holatmi? Agar ayol kishi o'zi chin dildan xohlasa, lippoy ishni yoraveradi, menga ishoning. Chunki ayollarning ichida shunaqangi energiya bo'ladiki, o'zi xohlaydigan bo'lsa, lippoy joyini yoraveradi. Mana shu ma'naka deb tushunib harakat qiladigan bo'lsa, juda ham zo'r ayollar lider bo'lib ketishadi. Tarmoqli marketing men uchun nima? Kompaniyaning imkoniyatlaridan foydalanish. Bozordan olayotgan mahsulotimni shu kompaniyadan olaman. 50% 70% skidkada olaman. Ham mahsulot olganim uchun ham menga plyus yana bonus beradi. Eng zo'ri tabiiy, organizm uchun hech qanday zarari yo'q mahsulotni ro'zg'orimga olib kiraman. Taklif qila olmayman deganlar uchun siz yozining, o'zingiz uchun mahsulot oling, iste'mol qilib ko'ring, effektini ko'rasiz. Просто так o'sha effektni qanaqa ekanligini odamlarga ayting, shu narsani ishlatib ko'rdim, natijasi вообще zo'r ekan. Bo'ldi, u odamga действительно sizni gapirgan vaqtingizda ko'zingiz yonsa, menga ham olib berchi deydi. Вот, ko'rdingizmi? Yoki bo'lmasam, menga olib ber, bunaqa deydigan bo'lsa, o'zing azob bo'lib olgin. 50% 70% skidkada olasan. Shunaqa imkoniyatlarni aytasiz. O'zingiz bilmagan holda bitta odam hayotini o'zgartirasiz. Izingizdan bitta odam olib kelganingizda masalan sizga daromad chiqarib beradimi? Daromadni ko'rasizmi? Pul bu motivasiyami? Pul bu energiyami? Qanaqa yonib ishlashingizni o'zingiz bilmay qolasizda. Bolam hali kichkina, alohida chiqib olay, erim ruxsat bermaydi. Bularni hammasi просто так bahona qizlar. Uyda o'tirib, qo'limizdagi telefonimiz orqali behudaga serial, YouTube, TikTok ko'rib, vaqtimizni, umrimizni o'tkazmasdan kelajagimiz uchun qayg'urib ishlaydigan vaqtimiz keldi qizlar. Sizni hayotingizni o'zingizdan boshqa hech kim o'zgartirib bermaydi. Hurmatli ayol qizlar, men sizlarga yangi Longrich kompaniyasini tavsiya beraman. Bu yerda mahsulot sotgin deb majburlanmaydi. Zvaniyadan tushib ketmaysiz. Hamma qilgan mehnatlaringiz nakopительно yig'ilib boradi. Kompaniyada sekin ishlasangiz ham kompaniyada pensiyaga chiqsangiz bo'ladi. Hech bir kompaniya pensiya bermaydi. Longrich kompaniyasi esa sizga pensiya beradi. Ishlasangiz ham, ishlamasangiz ham har oyning 10-sanasida pensiya olish mazami. To'liq ma'lumot uchun menga murojaat qiling. O'zim podrobno tushuntirib beraman. Biz ishlayapmiz uyda o'tirib, siz ham ishlang, sizga ham shu yaxshi